Ramazan kunduzida ayoli bilan birga bo'lib qolishning kafarati. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men yangi to'y qilib, uzoq o'tmay Ramazon kelib qoldi. Ayolim ikkimiz ro'zador turib birga bo'lgan edik. Buning fidyasini qanday bersak bo'ladi? 60 kun uzildirmay ro'za tutishga tirishdik, biroq tutolmadik. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Musulmon kishi ro'zasini buzib o'tadigan yoki ajrini kamaytirib o'tadigan har qanday qilmishdan saqlanishi, shundaqla Allohning nazarida Ramazon oyining hurmatining intayin cho'nligini bilish kerak. Bu sababdan uning hurmatini saqlamaslik ig'ir qilmishdir. Shundaqdimi Alloh taolo bandalarga rahmat qilib, bu turli qilmishlarning gunohini yo'yishning yo'lini ko'rsatib bergan. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, ro'za eg'iz ochqozib o'tadigan yemeklik, ichimlik va ayollik munosabat qatorliq 3 turlik narsadan tong atgandan boshlab kun patqichi bo'lgan arliqda saqlanish orqali ibodatni ko'zlash bo'lib, banda Allohning amrini bajo keltirish va Alloh taolaning ey iymon etganlar, do'zaxdan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirki ummatlarga farz qilingandek sizlarga ro'za tutish farz qilindi degan oyatida bayon qilgan do'zaxdan va gunoh ma'siyatdan saqlanishdan iborat taqvodorlikni qo'lga keltirish uchun Ramazon kunduzida ro'za tutadi. Ro'zadorligi yodida turib, kun patqichi arliqda ayoli bilan birga bo'lib qolgan kishi va ayoli farz ro'zasini buzib o'tgan bo'lg'achqa olimlarning birdek ijmosi bilan namozga o'xshashla ro'zasi buzilib qolmay, ro'zasini buzganlikdan har ikkalan gunohkor bo'ladi va har ikkalan tavba qilib shu bir kunning qazosini qilish bilan birga kafarat berishi vojib bo'ladi. Ko'pchilik olimlar ayol kishiga g'usl vojib bo'lgandek, shundaqla zina qilganda ayol kishiga jazo vojib bo'lgandek, ayolga erga o'xshash ayrim kafarat berishi vojib degan. Ba'zi olimlar hadisda ayrim buyurilmag'achqa ayolga ayrim kafarat berishi vojib bo'lmaydi deb qaragan. Albatta, har ikkalarning kafarat berishi ko'ngilni xotirjam qiladi. Imkoniyat yer bermagan taqdirda er kishilik kafarat bersa, ikkinchi qarash bo'yicha to'g'ri bo'ladi. Kafarat arabcha yo'gigich, yapqoch va o'chirgich degan ma'noda. Shariat istilohida qasamni buzish, ro'zani buzish, qasddan va sahvanlikdan odam o'ldirish, haj yo'lida to'silib qilish va zihar kabi gunohni yo'yish yoki gunoh bo'lmasimi xatolikni tuzitish uchun shariat belgilagan qul ozod qilish, sadaqa, ro'za tutish yoki g'izolantirishdak fazilatli ish yoki jazo bo'lib, qo'ldan ketganning o'rnini to'ldirish, xatolikni tuzitish va Alloh taolaga yaqinlashish uchun oyat va hadislarda yo'lga qo'yilgan yangilatishdir. Ro'zadorlikqa yodida turib, ayoli bilan birga bo'lib qolishning kafaratining tartibi tuvandikicha. 1. Bir qul ozod qilish. Hozirgi ahvolda burungi zamonlardagi ma'noda qul bo'lmagandan keyin kofirlar qo'lida asoratdagi bir musulmonni qutuldirib qo'ysa, texmi ado bo'ladi. 2. Unaga qurbi yetmasa yoki sharoiti yer bermasa, andan o'zildirmay 2 oy ro'za tutish kerak. Navoda 1 yoki 2 kun qolganda o'zivasa, ya'ni yangidan boshlash kerak bo'ladi. Arliqda Ramazon yoki Hayit, tashrih kunlari va hayz yoki nifos kunlaridek shariat farz ro'za tutishni belgilagan yoki ro'za tutishni cheklagan kunlar kirib qolsa, o'zildirmay ro'za tutishiga ta'sir yetkazmaydi. Shundaqla jiddiy safar qilish yoki og'rib qolish sababidan ro'za tutolmasimi, 2 oy ro'za tutishi o'zilib qolmaydi. Agar kafarat berishda orqama-orqa 2 oy ro'za tutishni tanlagan bo'lsa, o'zildirmay 2 oy ro'za tutish hijriya bo'yicha hisoblanadigan bo'lib, 2 oy 60 yoki 59 yoki 58 kun bo'lishi mumkin. Agar oy kirib bo'lgan ma'lum kunda ro'za tutishni boshlagan bo'lsa, oyning oxirigacha tutib, keyingi bir oyni to'liq tutadi. Andan 3-oydan boshlaganda dastlabki oydan tutalmagan kunlarni 30 kunga to'liqlab tutadi. Natijada bir oyni qancha kun bo'lsa, osmondagi oy bo'yicha yana bir oyni 30 kun bo'yicha tutgan bo'ladi. Oyning ma'lum kunidan boshlab 60 kun to'liq tutsimi albatta bo'ladi. 2 oyga qazosi qilinadigan bir kunni qatimiz. Lekin bu kunni 2 oyga qo'shib yoki 2 oy bilan orqama-orqa uzildirmay tutishi kerak emas. Bu bir kunning qazosini ayrim qilib olsa bo'ladi. 3. O'lab 2 oy ro'za tutolmagan kishi 60 miskinni g'izolantirish kerak. Har birini o'ttirhal 2 vaqt yoki to'yg'idak bir vaqt g'izolantirishi yoki ba'zi olimlarning qarashi bo'yicha bir miskinni 60 kun g'izolantirishi bo'ladi va yoki uning qimmatiga barobarini bersimi bo'ladi. Biroqla berolmasa bir nechaga bo'lib bersimi bo'ladi. Lekin 60 miskinni g'izolantirish afzal. Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'zlab berganki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoniga bir odam kelib, "Pes, ko'ngli qara Ramazonda ayoliq yaqin kelib qoldi" deganida Rasululloh azod qildiganga bir qul topa olamsan dedi. U yo'q dedi. Rasululloh
Undaqda üzüldürmey 2 ay roza tutalamsan degan edi, u yo'q dedi. Rasululloh undaqda 60 miskinga taom bergudek bir narsa topalamsan degan edi, u yo'q dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bir araq, u yo'g'on sevatdir, xurmi keltirildi. Rasululloh buni o'zing uchun yegizgin devidi. U bizdinmi fikrlargami Madinaning 2 sayliqining orliqida bizdinmi fikrroq bir oila yo'q dedi. Rasululloh undaqda uni oilangga yegizgin dedi. Boshqalarni g'azalantirishqimi qurbi yetmaydigan kambag'al kishi istig'for aytadi va hadisda ko'rsatilgandek boshqalardan kafarat uchun sadiqa ilib ayolini g'azalantirsa, keyincha qurbi yetganda andin ado qilsa bo'ladi. Olimlar orasida kafarat qurbi yetmaganlikdan saqit bo'ladi degan qarashma, gadinida qoladi degan qarashma bor. Aslida bu zihar kafarati bo'lib, Alloh taolo uni yuqorqi tartibda mundaq bayon qilgan. Sizlardan ayollarni zihar qilganlarning, ya'ni ayollarni onalarimizning uchurlariga o'xshash teguvchilarning ayollari ularning onalari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Halbuki ular, ya'ni zihar qilguvchilar albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Alloh shak shubhasizki tavba qilguvchini afv qilguvchidir, mag'firat qilguvchidir. Xotinini zihar qilib, andin qilgan so'ziga pushaymon qilganlar xotini bilan jinsiy munosabat o'tkazishdan ilgari bir qulni ozod qilishi lozim. Buning bilan sizlarga nasihat qilinadi. Allah sizlarning qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardordir. Ozod qilishga qo'li yo'q odam xotini bilan jinsiy munosabat o'tkazishdan ilgari uda 2 ay roza tutishi lozim. Roza tutishga qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga to'yg'udek tamoq berishi lozim. Bu hukmlar Allah va uning elchisiga ishonishinglar uchundir. Bular Allah'ның belgilemleridir. Buni inkar qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. Mujadala surasi 2-oyatdan 4-oyatlargacha. Demak, yuqorqi ishlardan qaysi birini tanlab qilishga bo'lmaydi. Oldidagini qilishga qurbi yetmasa, andan keyingiga yo'tkeladi. Tuvanda bu ahvolga aloqador bir qancha nuqtani bayon qilib o'taman. Birinchi, agar kishi ro'zadorlikqa esida yo'q yaqinchilik qilib salsa, uningdan boshqa ro'zani buzadigan biror ishni qasddan qilmagan bo'lsa, Hanafiy mazhabi shundaqla ko'plagan muhaqqiq olimlar tarjih qilgan qarashda uning ro'zasi buzilmaydi va qazosini qilishmi, kafarat berishmi vojib bo'lmaydi. Natijada hech ish bo'lmagandagla ro'zasini davomlashtirish kerak. Bu xuddi yodida yo'q yeb ichganga o'xshash. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam ro'zador esida yo'q yeb ichib salsa, ro'zasini buzib o'tmay tamomlaversin. Chunki uningga Alloh yegizgan va ichkizgandir degan bu hadis yemak ichmakda kelgan bo'lsa-mu, uningga ro'zani buzadigan boshqa ishlar qiyos qilinadi. Hasan Basri bilan Mujohid ro'za tutquchi unutib qolib jima qilib salsa, hech qisi yo'q degan. Ikkinchi, bir kishi safar ustida bo'lib yoki eg'iz etishga ruxsat qilinadigan darajada kasal turib ro'za tutgan bo'lsa, andan bu ro'zani jima bilan buzib o'tgan bo'lsa, ko'pchilik olimlarning qarshida uningga kafarat kelmaydi. Faqat keyin qazosini tutib olsa bo'ladi. Chunki u kishining eg'iz etishiga ruxsat qilingan. Uchinchi, Ramazon ro'zasidan boshqa nafla, nazar, Ramazon qazosi va kafarat ro'zalarini jima bilan buzib o'tsa, kafarat kelmaydi. Chunki kafarat Ramazonning hurmati uchun edi. To'rtinchi, kun patdi yoki tong otmadi deb o'ylab Ramazon kunduzida jima qilgan bo'lsa, keyin undaq emasligi isbotlansa, uninga kafarat kelmaydi. Faqat keyin qazosini tutib olsa bo'ladi. 5. Ramazon kunduzi bir necha qatim jima qilgan bo'lsa, dastlabki jima bilan bir kafaratla vojib bo'ladi. Keyingisi ro'za tutmagandagi jima bo'lg'achqa baribir ta'sir bo'lmaydi. 2 kunda jima bilan buzgan bo'lsa, har bir kunga ayrim kafarat keladi. Dastlabtikiga taqa kafarat bermagan bo'lsa, hammasiga birli kafarat yetarli degan qarashmi bor. Dastlabtikiga kafarat berib bo'lib, boshqa kunning ro'zasini jima bilan buzib olsa, ayrim kafarat keladi. Bu nuqtalarni Imom Navaviy shundoq bayon qilgan. To'g'risini Alloh bilir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.